gap isboti bilan bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz. Narxlaringiz vobshe so'ragan. O'zbekiston bo'yicha dastlabkalar bor. Dastlabkalarga qo'shilib qoladi ozmoz. Dastlabkalar endi bu narxdan alohida. Masalan 2400-2600 dastlabki bepul degandan ko'ra, xolasa shatdan olib ketsin, xolasa dastlabkasini kelishilgan holatda. Optim olib sotilgan yana kelishtirib berasiz. Ularga kelishgan holatda qilib beramiz. Ancha tushib beramiz ularga. Mana drablikalar go'zal. Bo'lmasa nimadan boshlaymiz? Chiqarib ko'rsatib beramiz. Somonda. 1 minutda nechta chiqaradi aka? 1 minutda bemalol 2 ta chiqaraveradi. 1 minutda 2 ta chiqaveradi. 1 soatda 120 ta pris chiqarar ekanda. O'rtacha 15 minut ishlatsa bir haftalik somon chiqarib olar ekan, xudo xolasa. 15 sekundda buni 2 tadan ham ko'p chiqarar ekan. Ha, endi eng kamida aytyapti bu akamiz. To'k har xil endi hamma joyda. Xo'p, birimizda don chiqarib beraveramiz aka. Arzon joy, optim joyi. Aka mayligini ko'rsatib qo'ying, somonga qo'shib. Mana mayligi. Agar bundan ham mayin bu setgan qo'ying, undan ham mayin chiqaradi aka. Qo'ylarga bo'lsa undan ham mayin. Mayda va yirik shoxli hayvonlarga ketaveradi. Universal, qo'li quruq. Xo'p, endi 2600 mingdan ko'rsatib beramiz aka. 2600 ming so'mli, 200 ming so'm farqi bor. Endi ko'ryapman, bu hampasda ham razmeri bir xilmi? Yo'q, hampasi kattaroq bo'ladi. Bitta kattaroq o'xshayapti. Aha. Bitta ko'rsatib qo'ying buni. Mana aka. Mayinligi. Mayinligi. Dahshat. Pastga Tepa holatda. Xo'p, buni nimaga chiqarib beramiz aka? Dahshat. Holatda qilib beradi. 1 soatda 200 kilo chiqaradi aka. 1 soatda 200 kilo chiqaradi. Narigimiz 150 kilo chiqaradi 1 soatda. 50 kiloga farqi bor ekan-da. Farqi bor ekan. Xo'p, bunimiz mana ertalab yuradigan nimalargacha bor, nimalargacha bor. Zo'r o'ldiraylar. Ertalaysiz aka? Bemalol joydan joyga ko'chiraverasiz. Bemalol ayollarni mana u yonboshlardan chiqaraveradi aka. Hali poya-moya bo'lsa bemalol. Yonboshlagan holat chiqarib beramiz. O'tkazib qo'ysa yonbosh. Yonbosh holatga tushaveradi. Aka buni aboroti ancha kuchli ekani. Mana o'z obunachilar kuzatayotgan bo'lsa, o naporini ko'rib qo'yasizlar. 5 metrga otyapti. O'sha motori baquvvatligidan. Mana mayinligi. Molga bo'laveradi, agar qo'yga bundan ham mayinroq bo'lsa, setkasi. Setkasi holatda chiqarib beradi. Setka qo'yiladigan bundan ham mayin chiqarib beradi aka. Ha. Setka yo'q hozir. Setka yo'q holat. Hop. Ana endi xuddi shu dravlikamizni shu dumaloq variant aka, ertalab yurasiz. Yonboshlangan holat. asosan poya chiqaradigan akalarimizga mana shuni tavsiya qilib qolamiz. Agar Hozirlarimiz kattaroq bo'ladi. don mahsulotlari ko'proq chiqarsa, mana uni maqsad beramiz.
Bo'ldi aka, dahshat, zo'r. Mayligini bitta ko'rsatib qo'ying. Ha, mol umuman ushut qilmaydi buni. Agar setga qo'yilmagan holat, setga qo'ysa bundan ham chiqaradi aka. Bundan ham ayroq. Bu boshqa holatdan mol bor o'zi. Ha, molga bu qoldirmaydi, tayda. Buni nima chiqaramiz? Bundan aka chiqarib beramiz aka. Ya, motor bir xil bo'lsa chiqarildi-yu. Bitta chiqarib ko'rsataver. Bo'ldi. Yorma xolos. Mana. Zo'r aka. Buni zavoshaman. Buni chiqarib beraman. Men mashinasi neobishli narsa, akalar mashina tavsiya qilib qolaman. Mana qo'li quruq chiqaraveradi aka. o'sha og'zini bitta ko'rib qo'yinglar razmerini. Nechi bir 70 chiqadimi aka? Shunaqa katta bo'lsa. Katta nega. Bitta ko'ringlar bag'ani. Aka vaqti zo'r ekan. Buni narxi necha pul edi? 2.800.000. Bunimiz bilan buni 400.000 farqi bor ekan, lekin aka mashinangizga o'zim ish qilyapman. O'zim xaridor mashinasiga. Uyga olib ketamiz bitta. Hop, bu ham hamma chiqaraveradi, 3 xil setkasi bo'ladi. Setkalamiz. Bu vazifasi bir xil, faqat udobstvasi. Shunday aka. Udobniy ekan-a? Motori ham bir xil-a? Bir xil bo'ladi. Bu prosa chiqarish nimalar tezlik uchun narxlarcha qo'shilib qoladi. Materialchi ko'proq. O'may napori ham zo'r ekan mana. Ko'raykan masalan mana bu motorlarimiz, bu motorlar 5 metrga otyapti. Chunki motor zo'r. Motor yaxshi. Siz hali aka biz 5 kg, 6 kg deb qo'yamiz. Bundan pastini qo'ymaymiz. O'sha 5 kg yozgani ham 4 kg chiqadi aka. Aha. 6 kg yozgani 5 kg chiqadi. O'sha hisobiga 5 kg, 6 kg deb qo'yamiz. 4 kg qo'ysak 3 kg deb qoladi-da. Ha. Motorni quvvat pasayib ketadi. Aha. Qilish ko'p bo'ladi, kuch ko'p bo'ladi aka. To'g'ri amanda. Motor kuygandan keyin kamida 1 milliondan oshiq motorimiz. O'sha hisobiga kilovat qanchalik baland bo'lsa, o'shanchalik baquvvat zo'r ishlaydi aka. Ha. Soladashmi? Charchamasdan. Aka mana hozir YouTube'da drabilka ko'payib ketdi. Olayotgan olarmanlar ham qaysi birini olishga o'ylanib qolishyapti. Masalan, drabilkani boshqa drabilkalardan farqi, pichoqlari, motori haqida o'z batafsil tushuntirib berasiz. Tushuntirib beramiz aka. Qattiqroq gapiraverasiz. Xo'p aka. Hop, bu drabilkalarimiz 4 xil setkasi bo'ladi. Hop, zavodskiy maxay bo'ladi, maxay olib kelinda. Mahavikli pastokda ham ishlayveradi. Pastokda ham ishlayveradi. Ha, zavodskiy maxay bo'ladi. Pichoqlar ham germanskiy deb qo'ygan, germanskiy pichoqlar. Mana degan germana. 20 ta pichoqlar bo'ladi bular. Aha. Hop, ay pastokka ham bitta qo'zg'alib olgandan keyin shuncha tiqilmasdan chiqarib yuboraveradi. Voltmetrlar bor. Voltmetr motorning o'zida bor. Pastok degan nechigacha? 180 gacha ishlatish maqsadini tavsiya beramiz. 180 gacha. Ha, 180 tepasi ishlatsa uzaramiz. O'z ko'rsatib turadi 180 da motor qiynalganda o'chirib qo'yishaveradi. Kuchaytirmay hali. Ko'rsatib turadi. Aha. Hop, motorlarimiz bir qancha ko'rsatib qo'yadi, boshqa so'rayman. Bo'ldi. Motorlarimiz har xil motori. Har xil motor bo'ladi aka. Hop, buni mis motorimiz aka, 6 kg tushmay obrotli bo'ladi. Mana aka. Yangi ishlanmagan. Kelib keldi. Hop, bunimiz alyumin motor 5 kg tushmay obrot bo'ladi. Bunimiz 6 kg tushmay obrot bo'ladi. Mis motormi? Birinchi mis motor. 200 ming so'mdan qo'shilib qoladi. Qaysi bir drabilka bo'lsa ham. Alyumin motorlarimiz farqi yo'q aka, ham. Sizda arzon ekan 200 ming bo'lsa, ko'p joyda 400 ming 500 minggacha farq qiladi-da, mis bilan alyumin. Qolgani endi masalan ko'ryapman mana bu pushkali, tumaloq. Nimalar xampali, u narxida farq yo'q. Bu yaxshilarimizda narxida farqi bor aka. Farqi bormi? Setkasi bilan yonga kelib chiqadi bularda. Xo'p. Setkasi